Tasavvur qiling, internet deyarli yo'q. Savdo va ijtimoiy hayot juda cheklangan. Erkinlik yoki insoniy huquqlar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ma'muriyat chizgan chiziqdan chiqishingiz bilan ko'ksingizga qo'rg'oshin o'qlarini joylab qo'yishlari mumkin. Tizimni mat etuvchi filmlardan boshqasini tomosha qilish, ro'yxatdagi kitoblardan boshqasini o'qish, musiqa tinglash, xorijga sayohat qilish, xususiy mulk orttirish, telefon orqali gaplashish, tanqid qilish, kiyinish va hatto sochingizni noodatiy perichoska qildirishingiz ham sizni qattiq jazolashlari uchun yetarli bo'lishi mumkin. Biz qaysidir zulmga to'la qamoqxona haqida gapirmayapmiz. Bu dunyodagi eng yopiq va sirli davlatlardan biri, Shimoliy Koreya. Ajablanarlisi, xalqaro taqiqlar, uzoq muddatli og'ir sanksiyalar, tashqi dunyodan uzilib qolish va iqtisodiy izolyatsiyaga qaramay, ushbu mamlakatda hali hanuz oyoqda turgan g'ayrioddiy tizim mavjud. Tashqaridan qaraganda, o'ta og'ir sharoitlarga qaramay, hukumat yangi uy-joylar qurish, yadroviy qurol-yarog'lar ishlab chiqarish va hatto kosmosga sun'iy yo'ldoshlar uchirishga muvaffaq bo'lyapti. Bundan tashqari, dunyoning eng qudratli davlati deb aytiladigan Amerika boshchiligidagi butun sayyoraga qarshi chiqmoqda. Xo'sh, Shimoliy Koreya bu jasoratni qayerdan olyapti? Shuncha cheklovlarga qaramay, zaruriy iqtisodiy kuchni qayerdan olmoqda? Dunyodagi mavjud, balki yagona haqiqiy diktatura hisoblangan Shimoliy Koreya qayerdan pul topyapti? 1970-yillarning oxiri Shimoliy Koreya poytaxti Penyanda o'ta maxfiy bir tuzilma paydo bo'ldi. 39-xona. Qog'ozda oddiy idoradek ko'rinsa-da, aslida u Shimoliy Koreya rejimining eng qorong'i va eng strategik mexanizmiga aylandi. Bu tuzilma Shimoliy Koreya asoschisi va birinchi rahbari Kim Ir Sen tomonidan tashkil etilgan. Uning maqsadi Kim sulolasiga mutlaq sadoqat bilan pul topish, xalqaro sanksiyalar to'siqlarini yorib o'tish va rejimga kislorod yetkazib berish edi. Rasmiy nomi bilan Koreya Mehnat partiyasi markaziy qo'mitasining 39-ofisi bo'lgan bu tuzilma dunyo adabiyotida qo'rquv imperiyasining qora qo'li deb ham ataladi. Aniq joylashuvi noma'lum, rasmiy hujjatlarda deyarli tilga olinmaydi. Bugungi rahbar Kim Chen Inga bobosidan meros qolgan bu yashirin sulola cho'ntagi noqonuniy yo'llar bilan mamlakatga pul olib kirish bilan shug'ullanadi. Taxminan 50 yil davomida valyuta tushumini ta'minlab kelayotgan bu maxfiy birlik soxta dollar bosish, giyohvand moddalar savdosi, pul yuvish, oltin, ko'mir, qurol, dori-darmon va tamaki kontrabandasi kabi ko'plab noqonuniy ishlar ortidan daromad topadi. Bu qorong'i tizim tashqaridan qaraganda kulayotgandek ko'rinayotgan davlatning tirgaklaridan biri hisoblanadi. 39-xona boshqaradigan bu parallel tizim har yili milliardlab dollar daromad keltiradi. Ammo bu mablag'lar maktablarga, shifoxonalarga yoki xalqning hayotini yaxshilashga emas, balki xalqaro sanksiyalarni chetlab o'tish, diktatorlik boshqaruv hayotini uzaytirish va dunyoga rejimning qudratini ko'rsatish uchun sarflanadi. Natijada yetakchi portretlari bilan bezatilgan maydonlarda ulkan paradlar o'tkaziladi, sun'iy yo'ldoshlar uchiriladi, ballistik raketalar sinovlari o'tkaziladi. Shu bilan parallel ravishda oddiy xalq oddiy elektr ta'minotsiz qolib, oziq-ovqatni kartochka orqali olib, kun ko'rishga majbur bo'ladi. Bugungi Shimoliy Koreya dunyodagi eng paradoksal, eng repressiv va eng g'ayrioddiy rejimlardan biri hisoblanadi. Bu yerda qashshoqlik bilan hashamat, maxfiylik bilan propaganda bir-biriga aralashib ketgan. Tashqi tomondan o'rab olingandek ko'rinsa-da, aslida global tizimga yashirin yo'llar bilan kirib bormoqda. Shimoliy Koreya rasman Koreya Xalq Demokratik Respublikasida qariyb 25-26 million fuqaro istiqomat qiladi. Bu kichik, ammo ta'siri katta davlat bir partiyali sotsialistik tizim bilan boshqariladi. Shu bilan birga, tizim monarxiyaga o'xshash elementlarni ham o'zida jamlagan. Chunki Koreya Mehnat partiyasi rahbarligi 3 avloddan beri Kim sulolasi qo'lida. Bugungi kunda mamlakatni Kim Chen In boshqaradi. Bir tomonda ocharchilik, energiya tanqisligi va qattiq nazorat ostida yashayotgan millionlab odamlar bor. Boshqa tomonda esa katta haykallar, yadroviy raketalar va dabdabali ommaviy namoyishlar mavjud. Bu qarama-qarshilikni faqat shu davlatda uchratishingiz mumkin. Bu manzaralar haqiqatmi yoki tashqi dunyo uchun ataylab sahnalashtirilgan teatrmi? Aniq aytish qiyin. Lekin bir narsa ma'lum.
Mamlakatda qattiq taqiqlar mavjud. Shimoliy Koreyada kiygan kiyimingizdan tortib, tinglagan musiqangizgacha davlat nazorati ostida. Mabodo baxtga yarasha xorijda yashasangiz, oddiy sayyoh sifatida ham Shimoliy Koreyaga borish oson emas. Bunday imkoniyat faqat o'ta nozik shartlarga javob beradigan ayrim davlat fuqarolariga beriladi. Ba'zi Xitoy fuqarolari faqat davlat tasdiqlagan turlar bilan mamlakatga bir kunlik sayohat huquqiga ega bo'lishi mumkin. Ayrim ruslarga ham Penyanga kirish uchun cheklangan ruxsat beriladi. Siyosiy aloqalari qoniqarli bo'lgan Hindiston, Shvetsariya, Indoneziya va Vyetnam kabi davlatlardan kelgan kam sonli turistlar ham ichkariga kiritilishi mumkin. O'tgan yili mamlakatga atigi 880 nafar rus va 33 nafar g'arblik sayyoh kirishga muvaffaq bo'lgan. Bu mamlakatga kirish ko'pchilik fuqarolar uchun qiyin, ba'zilari uchun esa mutlaqo imkonsiz. Amerikaliklar, Janubiy Koreyaliklar, Yaponlar va Isroilliklar umuman qabul qilinmaydi. Keladigan barcha xorijliklar maxsus ruxsat bilan oldindan yozilgan ssenariy asosida har qadami tekshiriladigan dastur bo'yicha sayohat qildiriladi. Yo'l boshlovchidan boshqalar bilan suhbatlashish, shuningdek, foto va video tasvirga olish qat'iyan taqiqlanadi. Turistlarga mamlakatning hamma joyiga borishga ruxsat berilmaydi. Mehmonlarga faqat 2 metro bekati orasidagi ma'lum yo'nalishlar ko'rsatiladi. Haqiqiy tizimning qolgan qismi yashiriladi. Chunki mamlakat tashqi dunyoga rivojlangan va hashamatli imijni namoyish etishni istaydi. Ammo sahna ortida xalq qashshoqlik va diktatura ostida kun ko'rishga majbur. Fuqarolarning chet elga chiqishi taqiqlangan. Hatto xalqaro telefon suhbati ham jinoyat sanaladi. Chet ellikning qo'ng'irog'iga javob berish ham xiyonat deb baholanadi. Mamlakatda ochiq internet yo'q, faqat davlat nazoratidagi tarmoq mavjud. Chet el filmlari, seriallari, kitob va jurnallari taqiqlangan. Video va fotosurat olish ham cheklangan. Kiyim masalasiga kelsak, Amerika imperializmini ramziy ifoda qiladi degan sabab bilan jinsi shim taqiqlangan. G'arb uslubidagi soch modellariga ruxsat berilmaydi. Erkaklar uchun 10 ta, ayollar uchun 18 ta tasdiqlangan soch turmagi bor. Diniy ibodatlar qattiq cheklangan. Davlat rahbarlar sulolasini ulug'laydi. Injil, Qur'on va boshqa diniy kitoblar taqiqlangan. E'tiqodni yashirin ado etish ham og'ir jazoga olib kelishi mumkin. Namoyish, ish tashlash va so'z erkinligi kabi atamalarni Shimoliy Koreyaliklar lug'atidan ham topolmasligingiz mumkin. Bu tushunchalar hatto konstitutsiyada ham mavjud emas. Ruxsatsiz chet tilini o'rganishga urinish ham taqiqlangan, chunki bu tashqi kuchlarga moyillik uyg'otishi xavfi mavjud. Kim Chen Inga nisbatan eng kichik hurmatsizlik ham qat'iyan man etilgan. Bunday holatda nafaqat shaxs, balki uning oilasidagi 3 avlod vakillari ham jazolanadi. Bolalar va nabiralar ham sudsiz mehnat lagerlariga yuboriladi. Ular umr bo'yi majburiy mehnatga mahkum qilinadi. Lagerlarda tug'ilgan bolalar ham jinoyatchi avlod tamg'asi bilan ulg'ayadi. Mabodo rahnamo o'lib qolsa yig'lamaslik, ularning telemurojaatini tomosha qilmaslik, nutq paytida beparvo o'tirish, mamlakatdan qochishga urinish, xorijliklar bilan gaplashish ham qamoq lagerlariga chipta olishga sabab bo'lishi mumkin. Agar tug'ilgan kuningiz Kim Chen In bilan bir kunga to'g'ri kelib qolsa, bayram qilish taqiqlanadi. Gazetada Kim oilasining surati bo'lsa, uni yerga tashlash yoki u bilan biror narsani o'rash ham taqiqlangan. O'zboshimchalik bilan uy qurish haqida orzu qilmasangiz ham bo'laveradi, chunki barcha uylar davlat tomonidan beriladi. Jamoat joylarida to'y, tug'ilgan kun kabi tadbirlar o'tkazish ham taqiqlangan. Qisqasi, bu mamlakatda tug'ilishingizning o'zi ham muammoga yo'liqqaningiz belgisidir. Bu yerda taqiqlar oddiy qoida emas, balki kundalik hayotning bir qismidir. Shuncha taqiq va sanksiyalarga qaramay, bu mamlakat qanday qilib hanuz oyoqda turibdi? Javob aniq. Boshdan beri aytib kelmayotgan ko'rinmas markaz, 39-xona. Shimoliy Koreya iqtisodiy ma'lumotlarni oshkor qilmaydigan yopiq davlat hisoblanadi. Mamlakat daromadlarining katta qismi davlat nazoratidagi maxfiy tuzilma orqali boshqariladi. 39-xonani mashhur qilgan jihat daromad olish yo'llarining juda ko'p va turlicha ekanidir. Bu usullarning birinchisi qurol savdosi. Shimoliy Koreya sovuq urush davridan beri yashirin qurol bozorida muhim o'yinchilardan biri hisoblanadi. 1980-yillarda Eron va Iroq urushi paytida Tehronga raketa, tank va boshqa harbiy texnikalar yetkazib katta daromad olgan.
Keyinchalik bu hamkorlik kengayib, turli qurol tizimlari, o'q-dorilar va raketa texnologiyalari savdosi yo'lga qo'yilgani aytiladi. Buni Amerika, Isroil va boshqa g'arb davlatlari uchun xavf sifatida ko'rgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi 2006-yilda Shimoliy Koreyaning qurol eksportiga taqiq qo'ydi. Ammo bu ham rejimni to'xtata olmadi. Mamlakat taqiqlarga qaramay yashirin kontrabanda tarmog'ini ishga tushirdi. Xaridorlar topilib, Xitoy, Malayziya va Singapurdagi soxta kompaniyalar orqali savdo qilindi. Yuklar esa diplomatik yuk sifatida jo'natildi. Bu tarmoq juda kengayib ketgan, hatto deyarli har bir urushda Koreyada ishlab chiqarilgan qurollar qo'llanilmoqda. Qo'lga olingan yuklar ham bu yashirin savdoning hajmi katta ekanini bildiradi. Masalan, 2009-yilda Tailandda qo'ndirilgan Shimoliy Koreya samolyoti hujjatlarda yog' filtrlari olib ketayotgandek ko'rsatilgan edi. Ammo tekshiruvda uning ichidan 35 tonna qurol topilgan. 2016-yilda esa Eritreyaga ketayotgan yuk kemasida suv nasosi deb belgilangan yuk ostidan 24 ming dona demontaj qilingan raketa uskunalari topildi va ularning barchasi Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilgani ma'lum bo'ldi. 2024-yil 2-yanvarda Ukrainaning Xarkov shahriga raketa zarbasi berildi. Ruslar tomonidan uchirilgan bu raketa tashqi ko'rinishdan Rossiyada ishlab chiqarilganga o'xshamasdi. Tahlillar uning Shimoliy Koreya raketalari bilan deyarli bir xil ekanini ko'rsatdi. Keyingi ma'lumotlarga ko'ra, Shimoliy Koreya Rossiya-Ukraina urushi davomida Rossiyaga temir yo'l orqali 21 ming konteyner qurol yuborgan. Bu 300 ming tonnadan ortiq harbiy texnika degani. Yadro qurollariga kelsak, Shimoliy Koreyaning yadro salohiyati son jihatdan yirik davlatlardan ortda qolsa-da, ta'siri va oldindan aytib bo'lmasligi sabab eng kuchli to'xtatuvchi omillardan biri sifatida baholanadi. Bu kichik mamlakat yadro qurollari soni bo'yicha taxminan 9-o'rinda bo'lsa-da, tahdid darajasi bo'yicha yetakchilar qatorida. 13 ming kilometrgacha uchadigan qit'alararo ballistik raketalari butun Amerika qit'asini nishonga olishi mumkin. 1,5 tonna vazngacha bo'lgan yadroviy jangovar kallaklarni tashish imkoniyatiga ega bu raketalar 250 kilotonnalik portlash quvvatiga ega. Bu Hirosimaga tashlangan atom bombasidan qariyb 15 baravar kuchliroq degani. Qurollardan tashqari, Shimoliy Koreyaning yana bir noqonuniy eksport yo'nalishi giyohvand moddalar. 1970-yillarda davlat tomonidan tashkil etilgan Afyun dalalarida geroin ishlab chiqarila boshlandi. 1990-yillarga kelib esa metamfetamin ishlab chiqarish bilan bu faoliyat yangi bosqichga ko'tarildi. Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilgan metamfetaminning tozaligi 98% gacha yetar edi. Bu esa xalqaro qora bozorda oltin standart deb baholangan. Kimyo muhandislari bevosita davlat tomonidan tayinlanar. Baliqchi kemalari esa kuryer sifatida ishlatilardi. 39-xona nazorati ostidagi davlat laboratoriyalarida ishlab chiqarilgan giyohvand moddalar avval Xitoyga, so'ngra global bozorlarga chiqarildi. Olingan daromadlar yadro dasturi va 39-xona operatsiyalarni moliyalashtirish uchun ishlatildi. Bu davrda Shimoliy Koreya xalqaro giyohvand moddalar sanoatining eng yirik ishlab chiqaruvchilaridan biri edi. Shimoliy Koreyada xalq internetdan mahrum, ijtimoiy tarmoqlar taqiqlangan, VPN ishlamaydi. Ammo rejim internetni o'ta xavfli qurolga aylantirgan. 2025-yil fevral oyida Shimoliy Koreya hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi Lazarus xakerlar guruhi Bybit birjasining raqamli tizimiga hujum uyushtirdi. Serverlar ishdan chiqarilib, xavfsizlik tizimlari birin-ketin yorib o'tildi va bir necha soat ichida 1,5 milliard dollarlik kripto pullar o'g'irlandi. Xavfsizlik signali ishga tushganida esa allaqachon kech bo'lgan edi. Lazarus oddiy xakerlar guruhi emas, bu davlat tomonidan moliyalashtiriladigan, maosh oladigan va maxsus tayyorlangan raqamli armiya. Bu mablag'lar bilan yadro dasturlari moliyalashtiriladi, armiya qo'llab-quvvatlanadi, elita himoya qilinadi va sadoqat mukofotlanadi. Blockchain tahlillariga ko'ra, dunyoda o'g'irlangan kriptoaktivlarning 3dan 2 qismi Shimoliy Koreya bilan bog'liq xaker guruhlarga to'g'ri keladi. Shimoliy Koreyaning noqonuniy daromad manbalaridan yana biri soxta dollar ishlab chiqarish. So'nggi 30 yil ichida Shimoliy Koreya taxminan 750 million dollarlik soxta banknotni global bozorga chiqargani taxmin qilinadi. Supernot yoki super dollar deb ataladigan bu pullar lazer texnologiyasi bilan chop etiladi va haqiqiy puldan ajratish deyarli imkonsiz. Ular juda yuqori sifatli nusxalar hisoblanadi.
Bu banknotlar shunchalik mukammal ediki, bir paytlar Amerika banklari ham ularni maxsus qurilmalar bilan ajratishga harakat qilgan. Bu tizim faqat qorong'ilik emas, balki ayyorlik ustiga qurilgan. Qurol savdosi, giyohvand moddalar, kiberhujumlar, soxta pul. Shimoliy Koreya global tizimning kulrang hududlaridan foydalanayotgan davlatga aylangan. Har bir taqiq ichidan yo'l topib, har bir embargo ichidan yoriq izlab, yiqilmasdan oyoqda qolmoqda. Ammo asosiy savol shuki, bu tizim nimani saqlab qolmoqda? Faqat bitta sulolani. Ichkarida esa asosiy xalq ochlik, bosim va qo'rquv ostida yashamoqda. Ba'zi odamlar bu dunyoga yashirin zulm ichida tug'iladi. Fikr o'rniga itoat bilan ulg'ayadi. Dunyo esa sukutda. Chunki Shimoliy Koreya na ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinadi, na ko'chalardagi namoyishlarda qo'llab-quvvatlanadi. Sukut davom etar ekan, zulm kuchli bo'lib qoladi. Bu tizim aynan shu dahshatli sukut ichida yashaydi.